Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut sherkitida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Bugun Bomdoddan yongan Xo'ja Hidoyatullo Eshon cho'qur yuzni bog'latqizib, bir qism sufi darvishlarni agashtirganicha qasrdan chiqdi. To'shak darvozasi orqali Qashqar shahriga kirib, Amir Mirza Haydar Dog'latining ordusining oldiga kelib to'xtadi. Assalomu alaykum Eshonpir. deb salom berdi, ordu darvozasini qo'g'dug'ichi sarvozlarning boshladi. Va alaykum assalom, dedi Eshon oq arg'umoqning ustida salomni elib kelib. Amir janoblari bilan ko'rishmoqchi edim. Xabar qilib qo'ysinlar. Kiraversinlar. Ordu darvozasi hazratlar uchun har qachon ochiq. Eshon sufi darvishlarni sirtqa qoldirib qo'yib, cho'qur yuz bilan Molla Soqi, Molla Naqi xalifalarni agashtirib orduga kirdi. Qobulxonda bag sipahlarning ma'lumotlarini anglab o'tirgan Mirza Haydar Dog'latining oldiga paypaslab kelganicha deb faryod ko'tardi. "Dod amir janoblari, Sultan İsmailxondek adolatli xonlarning zamonasidami birovlar xon yorlig'ini ko'zga ilmay, birovlarning jiniga qasd qilyotdi. Men amir janoblarining oldiga adolat izlab keldim." Mirza Haydar Dog'lati taajjub ilkida o'rnidan turdi. Eshonning oldiga kelib qo'l elishib ko'rishdi. Hol ahvol so'radi. "Hazratlarga nima xabarlar keldi ekan? Mumkin bo'lsa, arizlarni tafsiliy bayon qilgan bo'lsalar." "Biz Sultan İsmailxon oliylarning Saidiya tasarrufida suluk, mazhab majrolarini cheklash yorlig'iga amal qilib kelgan bo'lsakmi? Ammo Ishoqiya sulkining peshvosi bo'lmish Maxtumzoda xon yorlig'ini ko'zga ilmay, bizlarga sulki ishqiya qutbul aqtobiga ko'ngilda dina adovat husuna saqlab yushrul qasdigacha qotillarni avatibdi. Elimi ham kecha yoralarimiz bu shumliqni oldin sezib qilib, tayyorlik ko'rib, hushyor turganlik uchun bu balo qazodan omon qoldik. Qotilni billa keldim. Amir janoblari so'roq qilib, tahqiqlab ko'rgaylar." Dilqut xazinasi Eshon arzini tugitib, Molla Soqi bilan Molla Naqining hamrohligida sirt qoldirib qo'ygan cho'qur yuzni saroyga boshlab kirdi. "Bir qo'shiqdan kesila amir janoblari", dedi cho'qur yuz kechidagi dahshatli qiynoqda ishib ketgan zakarni avaylig'inicha tukilib turib. Mirza Haydar Dog'lati cho'qur yuzni qaytadan so'roq qildi. Hayot qilish vasvasida hech nimani o'ylamagan gunohkor barliq qilmishlarini to'liq iqror qildi. Gunohkorning iqrorini olib, saroydagi bag sipahlar g'ulg'ulga tushdi. "Ahvolni to'liq bildilar", dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon Mirza Haydar Dog'latiga qarab. "Bu gunohkorni xon yorlig'i bo'yicha jazolab bergaylar." Cho'qur yuz Eshonning oqshomki va'dasidan yenib olib, yuzsizlik qilayotganligini ko'rib, yolvorishga boshladi. "Meni o'ldirmaslikka va'da qilgandingiz-ku, hazratim. Endi va'dalardan yenib olganlar demasa, unda qilmislar musulmonning larzi halol debdiki. Ko'rdingmi amir janoblari, bu mulhidning o'ktamligini", dedi Hidoyatullo Eshon ushuqliq qilib. "Soqiyatlar gunoh o'tkazsa kechirim qilinadigan yorliq yo'qdi qachon?" "Bir g'azab", deb to'lidi Mirza Haydar Dog'lati. Shu hamon ikki navkar yugurib kirib, dod faryod ko'targan cho'qur yuzni dog'itib so'rgunicha elib maqdi. "To'xtab turinglar", dedi Eshon birdilla jallodlarga vaqirib va Mirza Haydar Dog'latiga qarab qo'l bog'lab turib gapini davomlashtirdi. "Amir janoblarining adolatiga hashqallah. Janoblari haqiqatan suluk mazhablarga yon bosmay, Sultan İsmailxon oliylarining yorlig'ini odillik bilan ijro qildikanlar. Bayam amir janoblarini sinab boqqan edim. Shu topda xon oliylariga buyuk Saidiya saltanatiga bo'lgan sadoqatlaridan intayin qoyil bo'ldim.
Men bu azgın bendiga rastla lavzi qilgan edim. Şuna onun bir qo'shiq qinini amir janoblaridan telemoqchiman. Bu gunohkor aziz jonlarga qasd qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, yana telib olmoqchi bo'lganlar nemisi hazirda? Dedi Mirza Haydar Davlati ishonning kam ko'rsak mardligiga qoyil bo'lib. O'g'o shundoq. Dedi Hidoyatulloh ishon o'zini texmi oliy janob ko'rsatishga tirishib. Ammo bandining taqdiri yaratgan egisining qo'lida. Alloh taolo xolisa bandisini har sabablar bilan yeniga chaqirdi. Xolisa har balodan omon eson saqlaydi. Chunki haqning qudrati paxtining orsida o't saqlashga qodir. Gerçi bu azgın benden naşükür, qarniyet hocasının fermanı bilen meni qaslimakchi bo'lgan bo'lsa-mu, yaratgan egam aman esen saqlab qoldi. Mana bu Alloh taolaning cheksiz himmati. Bizlarkim qutbul aqtab valiyulloh bo'lmish saodatman ahli sulukning yo'lboshchisi bo'lgan kishi qarib turib bandini zulmdan, azg'unni tuyuq yo'ldan qutuldirmasa, buni Alloh zinhor ravo ko'rmaydi. Allah meni bala qazadan saqlagan ekan. Mening bu bandini o'limdan qutuldirmagan vojibdir. Shunga amir janoblarining yana bir qatin himmat qilib, bu azg'un bandining ojizasining tul qilishidan, cho'chirdek narsid ballarining yetim bo'lib qolishdan saqlab qolishni tilayman. Ziyoda xunrizlik Allohning irodasi emas. Mehribonlik, sila rahim, kam qo'rsoqlik, mardlik va saxovat zoti ulug' kishilarning fazilatidir. Bad axloqlar buningdan ibrat olg'ay va to'g'ri yo'lga qaytg'ay. Yaratgan egamdan bu azg'un bandining diliga insof va iymon tilamakdan o'zga mudoim yo'qdir. Hazratim shuncha kam qo'rsoq qilg'ayada, men johillik qilib turasam bo'lmas. Dedi Mirza Haydar Davlati ishonning dabdabalik nutqidan ta'sirlangan holda va jallodlarga qarab baqirdi. Bo'ldi. Gunohkorni qo'yib o'tinglar. Hazratim uning dilini iymon nuri bilan yo'ritqay. Amir janoblari hashqalloh. Ishon hazratlarimga hashqalloh. Dedi o'lim vahimasidan qutulgan cho'qur yuz kallasining texnichili omon qolganiga ishonmagan holda. Mümkün bo'lsa, amir janoblari bugungi ushbu suiqasddan xon oliylarini xabardor qilib qo'ygan bo'lsalar, dedi Hidoyatulloh ishon. Albatta, bu ishlardan xon oliylarga ma'lumot yo'llaymiz, dedi Mirza Haydar Davlati. Shu topda ishon Mirza Haydar Davlatining Sultan İsmail Xonga yo'llagan ma'lumotiga o'zining ashaddiy raqibini kechirganligidek oliy janobligini qoldirmay yozdiganligiga to'liq ishonch bog'lagan edi. Mirza Haydar Davlati bo'lsa, Hidoyatulloh ishonning ko'z oldida o'ynagan bu sehrgarligidan qilchilik gumonlanmagan edi. Himmatlariga hashqalloh amir janoblari. Ijozat tasila, endi men qaytay. Hidoyatulloh ishon shundoq deginicha cho'qur yuzni Molla Soqi bilan Molla Naqiga yo'latkizib Qobulxondan yenib chiqdi. Bu mal'unni o'limdan tilib olganlarning bahasi nimikin pari? Mumkin bo'lsa, tushuntirib qo'ygan bo'lsalar, dedi ishon qasrining qutbxonasida ishon bilan yolg'iz qolgan Molla Soqi xalifa. Keyin berib qollar xalifa, dedi ishon hiylagarlik bilan kirib. Jannat makon mazar podshohi padari buzurgi menga madad beryapti. Ey xalifa, biz bu murtadni ashu osi amirsizmi o'limga buyuruya olamiz. Ammo u Davlati amirning oldida uning gunohini tilishim bu murtadning ko'nglini qutish uchunmi? Mulhid Maxtumzodining sanoqli kuni qoldi. Xudo xolisa, tot yaqinda o'lim xabarini olaysiz. İlqallar kesin ne'matlik, dedi Molla Soqi xalifa chiroyiga xo'shamad kulkisini yugurdi. Eliqi baddaxni obdan g'izalandirib,
qiynoq yarisini jarrohga amlitib, tezroq saqaytqaylar. Obdan ko'z quloq bo'lib, qochirib qo'ymava. Xo'sh, dedi Molla Soqi. Hafta o'tganda jarohati xilil saqib qolgan cho'qur yuzni Hidoyatullo Eshon xutubxonasida qabul qildi. Ey ozg'un banda, dedi Eshon chiroyiga surilib tushib, ovozini mazmun chiqardi. Aytqala, eli ham o'z sulkinga irodat qilgan bormi? Ko'nglimdagi gapini bilgin ba. Meni Hazratim o'lim girdobidan qutuldirib olgan shu soatdan boshlab Soqiya sulkidan qo'l yug'anman, dedi cho'qir yuz Eshonning butiga esilib turib, yum-yum yig'lab. Ko'zimning ko'rligidan ulug'larni farq etamay, pirni xato tanlabdiman. Navoda pir buzurgim loyiq ko'rib, meni murtliqqa qabul qilsa, bir umr pirimning peshini tutib, xizmatini qilg'in ba. Gunohingga to'g'ri qilamsa. Men marta to'g'ri qildim pirib. Pir rizosi Xudo rizosi deb ekan. Gunohimni mag'firat qilg'aylar pirib. Molla Soqi bilan Molla Naqining guvohligida Hidoyatullo Eshon cho'qur yuzni mutliqqa qabul qildi. Cho'qur yuz tarat elib Qur'on Karimni tutib turib, Hidoyatullo Eshonga mangu sodiq bo'lishga, barliq buyruqlarini bejandil o'rindashga qasam qildi. Cho'qur yuz Hidoyatullo Eshonning shafqatidan, mehribonligidan, mardligidan qattiq ta'sirlangan edi. Shunga u o'zini Eshonga butunlay otibdi. Ilgirki pir buzuriki Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshondan to'liq yuz o'radi. Hidoyatullo Eshonning sehri afsullarining ta'sirida Maxtumzodaga chishtirnig'igacha o'shib bo'ldi. Ular xutubxonada bir osh pishimgacha kusurlashdi. Arliqda so'fi xizmatkorlardan akirgan boshqa bosgan poloni birliganda o'ltirib yeyishdi. Shuncha yillardan beri Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshonni pir tutib, xizmatini qilibmi bir tovoqda osh yeyish sharafiga erishalmagan cho'qir yuz bu katta iltifotdan qattiq ta'sirlangan edi. U ko'ziga issiq yosh oldi. Tamoqdan keyin Xo'ja Hidoyatullo Eshon cho'qir yuziga kusurlab turib, yana bir muncha ishlani chekeladi. Cho'qir yuz to'xtamay xo'sh deb boshlang'ich tutdi. Amsa ishlar shundoq bo'lsin, dedi Hidoyatullo Eshon cho'qir yuzga oshu kuni kechasi oqtirib qo'yindan tepib olgan zahar qochlangan nosivol qopiqini qaytirib berib turib. Nusrat xabarlarini tezroq yetkazgaylar. Xotirjam bo'lsa pir, senin bilan o'rindayman, dedi cho'qir yuz yurgidan chiqarib berdi. Eshon in'om qilgan 50 sar oltinni qo'yniga silib turib. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shohinshinga yondashtirilgan Amir Kabir divoni surlikligi bilan o'rdadagi boshqa divon saroylardan alohida farqlanib turadi. O'rdadagi cho'ng-kichik Amrul Umra Bagu Bigatlar boshqa divon saroylarga xohlagancha kirib chiqolgani bilan Amir Kabir divoniga unda xohlagancha kirib chiqolmaydi. Faqat bir qism yuqori darajalik harbiy sarkardaning Amir Kabir divoniga ruxsatsiz xohlagancha kirib chiqish imtiyozi bor edi. Boshqa divon saroylar turli gul naqshlar bilan, oltin, kumush, mis, qosh teshi va yog'ochdan yasalgan turli san'at buyumlari bilan bezalgan bo'lsa, Amir Kabir saroyining tomlari, uyuq mihroblari turli jang qurollari bilan bezalgan edi. Shoma odatdagi kishilarga bu saroy to'limi surlik, sovuq ta'sir beradi. Saroyning to'rt tarafidagi 3 yoyliq marmar supining ustidagi hashamatlik kurusqa yo'lvoz terisi. Pastki o'ng so'l tarafga qator qo'yilgan kuruslarga arslon, bo'ra, qoplon qatorliq yetqush hayvonlarning terisi silingan edi. Bugun Amir Kabir divoniga Ilg'or, Javang'or, Barang'or qo'shinlarining amirlari, 2 nafar mushavir, Ostona muhofizachilar qo'shinining amiri Mirza Avazbek, Ordu muhofizachilar qo'shinining amiri Malika Muhtaram xonim qatorliq yuqori darajalik harbiy sarkardalar yig'ilgan edi.
tördeki yo'lvoz terisi bilan tashlangan kursida Amir Kabir Mirza Boboqbay chiroyiga turlik tus berib o'tiradi. Mirza Boboqbay bilan ikki mushavir baydan boshqalar Dobulga savut qatorliq harbiy kiyimlar bilan to'liq jablanishgan bo'lib, yollarga o'zlari yaxshi ko'radigan jang qurollarini esib olishgan edi. Odatda Amir Kabir divonidagi lashkariy mushavaratga taklif qilingan sarkardalardan jang kiyimlarini kiyishib, to'liq qurollanib kelish talab qilinadi. Xalqimizdagi bahodir sarkardalarning haybisi va jasoratidan yiroq yaqindagi xalqlar Saidiya tasarrufiga ko'z qirini selishga petinolmayotgan bo'lsa-mu. Lekin yanıla lashkariy mudofaani kuchaytirib, ehtiyot qilganimiz zarur. deb gapini davomlashtirdi Amir Kabir Mirza Boboqbay. Lashkar sarvozlarning mashqi kuchaytirilib, jangbozlik mahorati o'stirilgan. Davlat panohimiz Sulton Ismoilxon oliylari Saidiya taxtiga barqaror bo'lgandan beri ikki qismdagi so'lik mazhab jidallarini o'nimli tadbir qo'llanib cheklab, Saidiya tasarrufida tinchligini asliga keltirgan bo'lsa-mu. Lekin so'lik peshvolari o'ttirsidagi nizo adovatlar texi taltuk tuguguni yo'q. Ular har qachon bir-birini yo'qotish uchun ishlarini bilashmoqda. Saltanat tezginni qo'llariga elib olish orqali xon olilarini tezginlab turish uchun yuqori darajalik ordu arkonlariga qasd qilishmoqda. Yaqinda yuz bergan sarkarda Malika Muhtaramxonim va sarkarda Mirza Avazbek qasrida yuz bergan suiqasd bu farzimizni dalillab turibdi. Gerçi qatillar o'lib olgan yoki qochib qutulgan bo'lsa-mu, lekin ashu saltanat dushmanlarining qori qo'li muhim sarkardilarimizga suzilganligi aniq. Shunga ordu muhofazati kuchaytirilgandan tashqari har qaysi amir sarkardilarning qasri qo'g'dilishi, ostonning ko'cha rastillaridagi kechilik gezakchilar kuchaytirilib, yo'chun sayohatchilarning kechida yo'l yurishi chekinishi lozim. Malika Muhtaramxonim qasrida xizmatkor qiz Ayniyozxon fojiasi yuz bergan kechasi Ostona amiri Mirza Avazbek qasrdimi ikki qorovul eg'ir yaralangan. Maqsadiga yetamagan suiqasdchi qochib ketgan edi. Shuningdan keyin qorovullar ko'paytirilib, muhofazat kuchaytirilgan bo'lsa-mu, Amir Kabir Mirza Boboqbay lashkariy divonga bir qism yuqori darajalik sarkardalarni taklif qilib, alohida kengash chaqirgan edi. Ayg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, Qashqardagi Hiloyatulloh Ishon boshchiligidagi so'riki ishqiya targ'ibotchilarining faoliyati yana javlanib qoldi, dedi sarkarda Avazbek so'z elib. Gerçi Qashqar amiri Mirza Haydar Do'g'lati janoblarining kuchli tadbir qo'llanishi va o'nimli cheklashi bilan so'lik mazhab qirg'inchiliklari yuz bermagan bo'lsa-mu, ammo ishqiyachilarning qaytadan bosh ko'tarishi yaxshilikning bisharati emas. Davlat bana xon oliylari Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishon hazratlarining qasriga qayta ziyofatga berib, o'ttirdagi so'g'uqchilikni pasaytgandan beri ostondagi so'lki isqiya murtlari yana haddidan eshishga boshladi. Ular Maxtumzodaning homiyligida turli vositalarni qo'llanib, so'likdan mustasno oddiy avomni Ishoqiya so'lkiga kirishga va so'lki isqiya murtlarini so'likdan yenishga majburlab bo'zaq qilmoqda. Xalq qonun farmonlari bilan uchiq oshkor qarshilashmoqda. Yana birar cho'ngroq majra yuz berib qolsa, xon oliylarining ko'ngli parakanda bo'lmasin deb ularga ko'p yo'l qo'yib ketyapmiz. Ahvol mushundaq davomlashib ketaveradigan bo'lsa, so'lik mazhablar o'tirsidagi majradan saqlanmoq tasdiq to'xtaydi. Qo'limizda xon oliylari cherga yarliq bor, dedi Malika Muhtaramxonim. To'la yuz avaylab o'tirmay, yarliq bo'yicha ish qilganimiz tizik. Vaqti kelganda ashu piri buzurik bo'lmish Maxtumzodni cho'chitib qo'ymaslik kerak. Zinhor unda qilmasinlar, dedi Amir Kabir Mirza Boboqbay. Bu vaqtda xon oliylarining ko'p bosh og'rig'i bor. Janobiy sarkardalarga ma'lumdir. Saidiya tasarrufidagi avomning ko'p qismi degidek ahli tariqat yo'lini tutgan. Ularning o'z pir buzurglariga bo'lgan hurmat ixlosi intayin kuchli.
aşu piri büzürüklarni saltanat sürüge tayinib, mundaqla ranjitib qo'ygan bo'lsa, ahvoldan bexabar oddiy ra'iyat qo'zg'ilib ketadi. Bu saltanat uchun cho'ng bir ofat. Sultan oliylarining sukutda turmoqining bahasi mu ham shu. Shunga bu ishda to'liq ehtiyotkorlik bilan tadbir ko'rmak kerak. Mirza Bobobay Ostona amiri Mirza Avazbek qarab so'zladi. Ostona muhofizat kuchaytirilib, Sülki Saqiya murtlarining zo'rliq zo'mbaliga cheklangandan so'ng Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon hazratlarining manfaat, imtiyozi daxl tarziga uchirmag'ay. Biz faqat ikki so'likdagi ashaddiy muxlislarning jadal majralarini unumli to'sib, xon oliylarining, shundoqla o'rdadagi yuqori mansabdagi amirlarning omonligini qo'g'disaqlar, buyuk Saidiya tasarrufidagi nisbiy tinchlikni uzoq muddat saqlab qola olamiz. Ya, ul pir buzurik azizlarga cheqilg'il bo'lmasa, ya xon yorlig'ini unumli ijro qilg'il bo'lmasa, tazimi bir tasish bo'lg'u bu, dedi Malik Muhtaram xonim o'tirib. Qo'shimizlar sarkarda, dedi Mirza Bobobay Malik Muhtaram xonimga qarab kulib turib. Yaqindan beri al orsiz tarqalgan, o'rg'ul bo'lmas xo'jini, tillig'ili bo'lmas xo'jini, Xudo ursin xo'jini deydigan so'zlarning tarqalib yurganligini sizlarni anglagan bo'lg'iydilar qachon. Amsa Xudoning urishini kutib saqlab tursak bo'ldi ekanda, dedi Malika chiroyini turishdi. Sarayda shu hamon kulki ko'tarildi. Kesh peshin bilan oltin darvozasi orqali ostonaga kirib, cho'qur yuz yo'l bo'yi orqasidan taqib qilib agishib kelgan Molla Naqi xalifaga qarab, ko'zlari orqali qo'shishish ishorasi qildi. Odul Maxtumzoda qasriga qarab oldi. "Harmag'aylar birodar", dedi darvoza oldidagi chinorning tubida saydab o'tirgan Rajab Darvish cho'qur yuzini ko'rib. "Assalomu alaykum xalifa. Ne'matlik eshontirim esanmi?" dedi cho'qur yuz Rajab Darvishning salomini salqilli ilib. "Mashaalloh, pir buzurik hazratlari ikki Maxtumzodasi bilan billa Chaharbog'da orom yeyotdi", dedi Rajab Darvish. O cho'qur yuzning qandoq vazifa bilan Qashqarga ketganligidan xabardor edi. Shunga ko'chilab so'radi. "Safarlari musibatli bo'ldimi, birodar?" "Pirimga xabar qilib qo'ygan bo'lsalar, didor muloqoti bo'lgan ba", dedi cho'qur yuz Rajab Darvishning savolini javobsiz qoldirib. "Yeslar, boshlab baray", dedi Rajab Darvish cho'qur yuzning vazifasini o'rindab kelolmaganligini bildirdi. Ular bog'ning o'ttirsiga yasalgan hashamatlik oromgohga yetib keldi. Talbaring ustidagi so'pi ustiga selingan maxmal ko'rpa ustida Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon ikki o'g'liga Sülki Saqiya ahkomlari haqida savoq berib o'tdi. Saqal burutlari amdili xat tatishga boshlagan 18 yoshlarning qarisini olgan Shuayib xo'ja bilan amdili 15 yoshga qadam qo'ygan Daniyal xo'ja dadisining har bir ig'iz so'zini diliga mahkam o'rnatib olishga tirishib, barliq vujudi bilan dadisining talabiga quloq silib o'tirdi. Kichkidan boshlab Sülki Saqiya targ'ibotlari bilan kallasini qoralandirib cho'ng bo'layotgan bu yigitlar dadisi Xo'ja Abdulla Eshonni ahli tariqatning kamkusiz maqomiga yetgan peshvosi, avliyo, tirik mazar mashoyix deb biladi. Va kelgusida o'zlarining valiyullohlik maqomiga yetib, Sülki Saqiya murtlari bilan Allohning o'ttirsidagi elchilik qilganligiga shak shubhasiz ishonadi. Xo'ja Abdulla Eshon cho'ng o'g'li Shuayib xo'jaga Fayzul Anvar, kichik o'g'li Daniyal xo'jaga Balogardan deb rasmiy ishonlik unvoni bergan edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Rajab Darvish boshlab kelgan cho'qur yuzni ko'rib, rahl ustidagi kitobni yopdi. Chiroyiga yaqinliq kulki yugurdi. "Aman eson qaytib keldimi, ey Bahodir G'azi?" "Janobi Valiyulloh pir buzurgimning duosi bilan omon qoldim", dedi cho'qur yuz o'rkirab yig'ilganicha Eshonning putiga esilib turib.
topshirgan farmonning o'ngishliq o'rindalmaganligini pamlagan Eshon cho'qir yuziga tasalli berib, beshini bir ikki qatim silab qo'ydi. Sabr qilsizlar Bahodir, dedi Eshon. Bo'lib o'tgan ishlardan pir buzurklarini to'liq xabardor qilgaylar. Cho'qir yuz yo'lda kelgicha ko'ngilda pishirib olgani bo'yicha tamtirmayli dotladi. Xo'ja Hidoyatulloh tulkidimmi qo'yib, buyurdimmi yetqish mo'l yetgan, dedi cho'qir yuz so'zining oxirida. Biz undan uni o'tirish uchun qasrga kirishga muvaffaq bo'lgan bo'lsakmi, quvdab yotgan cho'moqchalarni sezib qoldik. Birodarimizni tutib olib, qiymi-chiymi qilib o'ltirib etdi. Men qochib aron qutuldim. Bir haftadek fursat kutib, yushirilib turgan bo'lsam-mu, u murtatni cho'chitib qo'yganligimiz uchun qayta qo'ysilishga aql fursat topolmadim. Farmonlarini o'rindayamaganim uchun gunohimni kashkaylab turib. Hech vaqasi yo'q, dedi Xo'ja Abdulla Eshon ashaddiy raqibining omon qolganligidan mayishdi. Olmal o'n, hamon beshini yeydi. Al ahvoli qanaqaraqkan ul murtatni. Necha yuzlagan murt muxlislari jarri samo silib, xoniqasini avatlashtirib turibdi, dedi cho'qir yuz. Ul mulhid Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'lati bilan to'limi yaqinda qiladi. Murt muxlislarga nasli ma'ruf qilganda Saodatdan Ishoqiya sulkini so'kib, sizlar janobiy pir buzurgimizni haqoratlaydi ekan. Ehtiyot qilmoqlari kerakki, pirim Ulmal un janoblarini qaslash niyatidan yonmaganda qiladi. Xap. Xo'ja Hidoyatulloh degan tungizni o'z qo'lim bilan bo'g'izlab tashlamaydigan bo'lsa, dedi cho'qir yuzning so'zlarini anglab g'azablangan Doniyol xo'ja mushtumini mahkam tugdi. İnşallah yaratgan egam piri buzurgimizga ko'plab musibat ato qilgay, dedi cho'qir yuz xo'shamat go'yliq bilan. Ey ata, seni vafosiz Ismoilxonni yo'lab taxtga chiqargan emasmidilar? Dedi Daniel xo'ja yana. O'rdaga berib arz qilayli, Ismoilxon Xo'ja Hidoyatulloh degan tungizni o'ltirib antimizni etsin. Oldirmaslar Maxtumzada, dedi Xo'ja Abdulla Eshon o'g'liga. Hozir xonning atrofini bir turkum riyokor amirlar mansab tutib qo'rshib oldi. Xudo xolisa, ashu osiylarni bir-birlab ko'zdan yo'qotgandan keyin bu maqsadlarimizga yetamiz. Eshon cho'qir yuzga qarab amr qildi. Hozircha qaytib bir necha vaqt orom olsinlar. Ishlar chiqsa xabar qilmayman. Nima tuturimga ishqalloh, dedi cho'qir yuz orqasiga yenib turib. Kech qo'yni haqiqatan sirlik bo'ladi. İnsanlar Allah hammini ko'rib, bilib turg'ichi deb to'simi, ammo sirliq, boshqalardan yo'shiradigan nurg'un ishlarni, jinoyatkorona qilmishlarini ashu tun qo'yindan foydalanib ro'yobga chiqaradi. Podshoh haqollar adolatsizligini yo'shirish uchun elni mahkum qiladi. Amir baglar ashu zulmatdan foydalanib el avomga zulm soladi. Xalqning qinini sho'rab, ilikida suv ichidi. Payishvazlar zulmat tundan foydalanib, xiyollangan holatda hayvoniy nafsini qondirishadi. O'g'ri qaroqchilar kunduzi uxlab, kechasi harakat qiladi. Oddiy avom uchun zulmat qo'rqinchli. Ammo adolatsiz xoqon podshohlar, noinsof amir baglar, o'g'ri qaroqchi, payishvazlar uchun zulmat jannatning, baxt saodatning timsoli. Tun kecha ishkiri qoznaqa bekinib olgan cho'qir yuz ayolning qo'liga og'zini mahkam yiqib turib pichirlamoqda. Sizlarga demoqchi bo'lgan gapning hammasi shu xotin. Mening bolarimizning jini sizning qo'llarda qoldimi? Bundan boshqa yo'l yo'qmi zodi? Dedi ayol vahima uchib. Nima degan bilan Maxtumzodimizga qo'l berib murt bo'lganmiz. Pirning qisosi qilib la'natgarda bo'lmaydi deymina? Undaq bo'lmaydi. Qutbil Aqtob Hidoyatulloh Eshon pirimga qo'l berib
Qur'on tutib qasam qilganman. U shafqatli zot gunohingdan kechmagan bo'lsa, shu topda sizlar bilan mushundoq so'zlashib o'ltirmagan bo'ladi. O'shu ikki azizlardan qaysi ulug'roqdir? Albatta, Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Valiyulloh ulug'. Ko'rgansa, Maxtumzodimiz Sulton Ismoilxonga shuncha handamda bo'lgan bo'lsa-mu, xonga ikki yig'iz gapini yegizolmadi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni o'ltirgizolmadi. Mana hozir xon Maxtumzodiga qaraganda Xo'jazodi pirimizga bekara qoyil. Men shuncha yil xizmat qilibmi, Maxtumzodimizdan erishamagan zotil aqtoblik darajaga ashu Xo'jazodi pirimizni erishdim. Men endi Maxtumzodini yo'qotsa, Darul Voqiga safar qilganda Jannatul Rizvonga kirishimizga gap yo'q. Bu ishqa qo'lim bo'lmasmiki? Hey, men sizning nimalari? Halol juptim. Nazarlarda pir ulug'mi, axlab nikohlab olgan halol juptildirmi? Albatta o'zlari xo'ja. Happalli. Er kishi degan xotin kishining yerim xudosidir. Demak, erning amrini tutmoqlik mazlum kishi uchun vojib. Qo'lim titrab, cho'ndirib qo'yishimdan ansirayman. Xotirjam bo'lsizlar. Siz degan og'uchi buvining ishonchli odami. Shu sababli sizlarga qasrdagi hamma odam ishonadi. Maxtumzodining musallas xumor tutgan vaqtidan foydalanib, musallas ko'lsiga bayon manbagan nasivol qapoqdagi zaharni selib asli bo'ldi. Novoda zahar ta'sir qilmay qolsa-chi? Maxtumzoda zahar silingan musallasdan bir jam ichsa kifoya. Bu zahardagi o'tkir. Maxtumzoda neri berisini bilib bo'g'icha bardigan yeriga berib bo'ladi. Ular yana xeyli uzoq pichirlashgandan keyin uxlab qolishdi. Bugun o'rdiga ziyoratga kelgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon Sulton Ismoilxonning tunugin atigandali bir qism bag sipohlarini agashtirib shikarga chiqib ketganligini anglab to'limi ranjidi. Chunki pir buzurikning duosini olmay, pir buzurikni taklif qilmay hech qanday barogat shikarga chiqmaydigan Ismoilxonning Eshon piriga xabarmi berib qo'ymay shikarga chiqib ketishi uning ko'ngliga yana tashvish qilib qo'ygan edi. O'rtamizdagi adovat tugagan. Xon oliylari menga qoidadan ixlos qilishga boshlagan emasmidi? Albatta, xabar berib qo'ygan bo'lsa, shikarga bilib chiqib, ish pushqimni chiqarib kelmandi. Malikim Muhtarahim bilan Mirza Bobobayni qaslash ishining shapsini bilib qoldimi ya? Yo'q, mumkin emas. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, bu ishdan ozdir ko'pdir xabar topgan bo'ladi. Qachon Mirza Bobobay degan juhud qeri xonga mendek tarib o'zirikni billa achchiqmaslikka ko'ndirgan gap. Ajab. Kichiklarning gapiga quloq solib, bizdek katta pir azizlarni chatda qoldiradigan bo'lib oldi bu yuzsiz sulton. Mushu ishlarning qazosini tatib qolar bir kuni. Xo'ja Abdulloh Eshon o'ylagan sira qo'rsoq ko'piki bo'ladi. Qo'rsoq ko'piki bo'lgan sira ichib pishadi. Bog'da shu tarafda yolg'iz o'tirgan Eshonning birdilla musallas ichib pishqini chiqarg'izib qoldi. Qaysoba neriroqda mugdab o'tirgan so'pi xizmatkor cho'chib beshini ko'tardi. Yugur, berib bir ko'zi musallas aka. So'pi xizmatkor bog'ning darvozasida Rajab Darvish bilan do'qurishib qoldi. Shuncha aldirashmayap nega? So'radi Rajab Darvish. Eshon pirimning musallasga ko'ngil tatib qopti. Maxtumzoda qasrining bosh g'ojidorligini ustiga olgan Rajab Darvish Eshondanmi o'ta piqsiq, chashqong'imi kepak oldirmaydigan xasis odam edi. U kun bo'yi orom olmay timiz qilib yurib, bog', qasr va oshxona o'tirsida qatiraydi. So'pi xizmatkorlarning bog'ning biror tal yemishiga qo'l tekkizishdan tortib, oshxonadagi oshpazlarning biror burdan nonga ig'iz tegishigacha ko'z quloq bo'ladi. Silib berib, parimning xizmatida bo'lsizlar.
musallasni hozirli o'zim yetkazib berma. Rajab Darvish shundoq dedi-da, oshxonaga yondosh selingan yemek-ichmak isklatidan yaxshi ichigan bir ko'zi musallasni oldi. Ko'ngan odati bo'yicha oshxonani bir tenib etib, ondan boqqa bormoqchi bo'lib oshxonaga kirdi. Oshxonada cho'qur yuzning ayoli boshqa ayollar bilan birlikda tushlik qizza tayyorlayotdi. "Biror narsa lozimmi-ki, xalifam?" dedi cho'qur yuzning ayoli Romul bilan yuzini yerim yo'gatdi. Hech nima, dedi Rajab Darvish o'g'ri mushukdek atrofga satsidi. "Qo'llaridagi nima xalifam?" dedi ayol yana ko'chlab so'rab. "Eshon pirimning usuzliqqa ko'ngil tatib qopti-ki", dedi Rajab Darvish. "Pirimga aytmagan edim." Ayolning yuragi hayajondan dukurlab ketdi. "Tushlik qizza uchun Peterman qildirgan edi", dedi ayol. "Xalifam, ko'zni ko'tirib avor bo'lib yemisizlar. Manta hozirlab pishidi. Usuzliqni manta bilan qo'shib xizmatkorlardan avatib beray. Sizlar eshon pirim bilan hamdastxon bo'lib eg'izdaysilar." Maxtumzoda Xo'ja Abdulla eshon bilan bir dasturxonda g'izolanishni katta obro'y deb bildigan Rajab Darvishga bu taklif yog'dek yoqdi. "Ma'qulansa", dedi u ko'zini yerda qo'yib turib. "Men pirimga pichib berish uchun qo'g'in elib olib bag'ash turay. Ayol bo'lmay avat berarlar. Manta ko'proq bo'lsa." Ayol Rajab Darvishni uzatib qo'yib qaytib kirdi. Necha kundan beri qo'yindan ayirmay kelayotgan nasovol qopqini elib, ko'zining og'zini avaylab ochdi-da, zaharni ko'zining ichiga qo'yibdi. Uning bu ishiga hech kim diqqat qilmadi. Bir cho'gun choy qaynamchilik vaqt o'tganda musallas bilan mantiga ishtiho saqlab o'tirgan eshon bilan Rajab Darvishning oldiga bir legan manti bilan bir ko'z musallas keltirildi. "Qani, asla xalifa", eshon shundoq deb qo'yib, mantidan birini ishtihosizlik qo'liga oldi. Qayta qo'l uzatmadi. Rajab Darvish oshko'zlik bilan Peter mantiga tegish qilishga boshladi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla eshon bo'lsa, so'piy xizmatkor qo'yib bergan musallasdan orqa 3 jam ichibdi. Ustab turgan eshonga muzdek sovuq musallasning ta'mining o'zgacha tetishi ancha bilinmadi. Musallas tilini ozroq qo'rg'an bo'lsa-mu, boshqacha xiyolda bo'lmadi. 4-jam musallasni go'pildatib ichayotgan eshonning maydisi bir dilli pichoq tiqqandek og'rib, tili samirib qolgandek bo'ldi. Ko'zi to'rilishib, butun badani qo'lashdi. Besh qiyib, ko'ngli oynishga boshladi. Ichidan o'rlab chiqqan qayga eshon bardoshlik berolmay dasturxonga yondiribdi. Shu hamon eshonning og'zi burnidan o'qdek qon ketdi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishdan qattiq cho'chigan Rajab Darvish bir necha daqiqa dong etib turib qoldi. Keyin sakrab o'rnidan turdi. Eshonning beshini yeladi. "Pirim, nim bo'lishliga? Oh, Xudoyim, o'zim panohim saqlag'aysa." Maxtumzoda, deb o'zib enirdi eshon tili qalib olish. "Darhol Maxtumzodani chaqiringlar", deb baqirdi Rajab Darvish so'piy xizmatkorlarga. Ayol o'tmay chiroyda qon didori qolmagan ikki Maxtumzoda yugurib keldi. Dadisining ahvolini ko'rib, dod faryod ko'tardi. "Dilqut xazinasi, meni Xo'ja Hidoyatulloh degan mal'un zaharlidi. Qisosimni..." Eshon gapini davomlashtirishga ulgurmayla tiniqidan qoldi. Bog' ichini bir dilla echinishlik hozir faryodi qopladi. Milodiya 1671-yili Qo'g'in pishiqida Soqiya so'likiliklarning peshvosi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla eshon Ishqiya so'likiliklarning peshvosi bo'lgan tog'isi Xo'ja Hidoyatulloh eshonning suiqasdi bilan zaharlanib o'ldi. Shuning bilan So'lki Soqiyachilar o'zining peshvosidan ayrilib yo'l boshchisiz qoldi. Maxtumzoda qasrdagi hoza
bir oz besiqqandan keyin xo'jasining tuyuqsiz o'lib ketish sababi haqida bosh qotirgan Rajab Darvishning esiga manti bilan musallas keldi. Mantini Rajab Darvish yegan, ammo hozirgacha sop-soq turibdi. Undaqda cho'qim oshu musallasda bir gap bor. Rajab Darvish chachirab qo'pqinicha boqqa yugurdi. Bog'dagi dasturxon sho'p beticha, yog'ishtiroqsiz edi. Texi yap bo'linmagan mantining ustida yuzlagan chevilda gijinglaydi. Rajab Darvish musallas ko'zini qo'liga olib silkib boqdi. Ko'zining yerimida yana musallas qolgan bo'lib, yengil shalaqlaydi. Musallasga zaharni kim silib etgandi? Rajab Darvish yemek-ichmek iskilatining ochqichini hech kimga tutqizmaydi. Musallasga o'zining zahar selishi hargiz mumkin emas edi. Undaqda Rajab Darvishning kallasidan tuyuqsiz bir mudhish xiyol kechdi. Osh xotin. Cho'qim oshi xotinda bir gap bor. Rajab Darvishning quloq tubida Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning jon uzish oldida meni Xo'ja Hidoyatulloh zaharladi degan so'zlari qaytadan jarangladi. Kallasi tez ishlashga boshladi. To'g'ri. Ochi xotinning eri Hidoyatulloh Eshonni qaslab o'ltirishga berib, bir hamroyini tashlab qo'yib, o'zi sog' salomat qaytib keldi. Ochi xotin men avatib beray deb musallas ko'zini elib qoldi. Bir-biriga bog'liq bu ishlar Rajab Darvishning gumonini barg'on siri oydinlashtirmoqda edi. Maxtumzoda qasrda yuqori imtiyozga ega Rajab Darvishni barliq sulki hokiya mutlari alohida hurmatlaydi. Rajab Darvish hijobul g'ayiblardan 7-8 ni bir yonga tortib qo'l-qo'lga kusurladi. Ular Rajab Darvishning so'zlarini olib hayronlik ichida bir-biriga qarashdi. Farmonni hozirli bijaga turgaysizlar, dedi Rajab Darvish taajjublanib turgan hijobul g'ayiblarga qarab. Bir buzurgimizning qotilini tutish hammadan muhim. Bu ishning haq-nohaqligini keyin ayiramiz. G'ayiblarga farmon beramiz. Hijobul g'ayiblar shundoq deyishganicha cho'qur yuzning uyiga qarab yugurishdi. Ularni cho'qur yuz bilan ayoli o'ngsini o'shgan holda kutib oldi. Ikkalariga xalifaning gapi bor ekan, dedi ularning yo'lboshchisi. Har qaysilari bag'ash to'salar, sal turib orqalaridan borayli, dedi cho'qur yuz aloqazorligini yo'shirishga tirishib. Xalifa billa akilinglar degan, yurisizlar. Cho'qur yuz ahvolning chatoqligini bilib, qarshilik ko'rsatishga tamshilib edi. Ular chaqqonlik bilan uni bog'lab oldi. Dod faryod ko'targan ayoli bilan 7 bolasini oldiga selib oldi. Rajab Darvish ularni bog'da saqlab turardi. Shu Ayib xo'ja bilan Doniyol xo'ja texnichila o'pkidab yig'lashganicha Rajab Darvishning qishida o'rib turardi. Bizga o'g'il bo'ldi xalifa, deb faryod ko'tardi cho'qur yuz. O'g'il bo'lgan bo'lmaganligi hozir ma'lum bo'ladi, dedi Rajab Darvish oppoq soqolliq beshini gildan tuttirib xirqirgan holda. U ko'zidagi musallasdan bir piyola qo'yib cho'qur yuzning oyog'iga tanladi. Qani, bu musallasni ichib olsizlar. Aqllari joyida bu xalifa, dedi cho'qur yuz g'azab bilan to'lib. Ayol kishining musallas ichkinini nada ko'rgansizlar? Shundoq. Men aqlimdan ezibdiman. Ayol kishi musallas ichishga bo'lmaydi, dedi Rajab Darvish tishlarini o'chirib. Emsa, sili issig'i bo'la? İstem işte, dedi cho'qur yuz. Onu yeshit ola, deb buyruq qildi Rajab Darvish. Bog'liqdan bo'shangan cho'qur yuz Rajab Darvishning qo'lidagi piyolni elib, musallasni g'urtildatib ichib etdi. Yana bir nechsara, dedi Rajab Darvish piyolaga musallas qo'ydi. Cho'qur yuz zahar silingan bir piyola musallasni oldirib ta'sir qilmas deb o'ylab ikkilanmayla ichib etgan edi. Ammo qahvash Rajab Darvish uni yana ichishga zo'rlab o'tirdi.
cho'qir yuzining qo'llari titrab, vujudini qora ter bosdi. "Qani, marhamat", dedi Rajab Darvish. Cho'qir yuz yana bir piyola musallasini ichib etdi. "Yana birini ichsila, birodar." Bu nima qildi xalifam?" dedi cho'qir yuz chiroyi tatargan holda. "Meni majburlab musallas ichirishga chaqirtmagan bo'ldinglar qachon?" "Hammasi ko'ngillariga ayon, birodar", dedi Rajab Darvish cho'qir yuzga maqtak tikilib turib. "Rahmatlik pir buzurgimmi mushu musallasdan 4 jonni ichgan edi. Sizlar taqa endi 2 jon ichdilar. Qani xo'sh, pirimning muborakligi tekkan musallas bu. Endi hargiz ichmisizlar", dedi aloqizada bo'lgan ayol erini ogohlantirib. Cho'qir yuz sirning fosh bo'lib qolganligiga ko'zi yetdi. O'libli tugishib, xotin bolalarini bola qazadan qutuldirib qilishni ko'ngliga pukdi. Piyoldagi musallasini guppidi ko'taribdi. Shu hamon uning qo'rsqi mo'jib og'rib, yuragiga minglab pichoq sanchildi. Tili samirib, yuz muskullari qimildab qichishishga boshladi. U birdilla g'arqirtib qon qusdi. Yotgan yeriga paloqqidi yiqildi. Hammani men qilgan xotin bolalarimning bu ish bilan aloqasi yo'q. Sizlarni bunda qilishga kim buyurgan, birodar? So'radi Rajab Darvish yerda jon talishib yotgan cho'qir yuzning beshiga kelib. Cho'qir yuz og'zini 1-2 qatim o'malladi. Jon o'sdi. Erining o'lganligini ko'rgan ayol dod targat ko'tarib edi. Rajab Darvish tovlab to'xtatdi. Cho'qir yuzning cho'ngi 14 yosh. Kichigi endi 2 yoshga kirgan bolalari ko'z oldida yuz bergan bu dahshatli fojiadan qo'rqib, yo yig'lashni, yo kulishni bilolmay qetib qolishgan edi. "Ita, qari ko'ngil mazlum, zaharni musallasga nima uchun solding?" dedi ishon o'likdek tatarib ketgan ayolga nastardek tikilib turib. "O'rqinmislar xalifam, zaharni men solmadim", dedi ayol qat'iylik bilan. "Endi kim soldi?" "Xudo biladi. Allohning muborak nomini tilingga olchi bo'lma, jadi", dedi Rajab Darvish birdilla g'azabga kelib. "Agar rostlikni qilmaydigan bo'lsang, meni kuchlarimni birini qo'ymay yulduzlab tashlayman." Ayol vahimaga to'lgan ko'zlari bilan birda Rajab Darvishga, birda potla manqillarini eqitishib, o'llikarak yig'lashdan petinamay o'pkilab turgan bolalarga qaradi. Ammo zuvon surmadi. Sabr qochisi to'lgan Rajab Darvish amdida 2 yoshga kirgan qizning kichikkina ko'kilisidan qamallab tutdi. O'ng qo'ldagi xanjarni bolaning kekirdigiga tangdi. Qo'rqib ketgan qizchaq xirqirab yig'lashga boshladi. "Bolani qo'yasizlar xalifam, norsidi bolada gunoh yo'q", dedi ayol aloqizorlik bilan tipirlab. "Endi ayta, seni zahar solishga kim buyurdi?" "Men qilmadim", dedi ayol yana tenib. "Mana amsa", Rajab Darvish bolaning bo'yniga xanjarni zarb bilan urdi. Shu hamon bolaning nozik teni yerga yiqilib, chirgidek kichikkina beshi Rajab Darvishning qo'lida g'ildiqlab qoldi. Bolaning bo'ynidan chochirab chiqqan qon Rajab Darvishning maydasiga tushib turgan oppoq soqolini qip-qizil bo'yadi. "Xo'sh bo'lay menday." Ana ana shundoq asabiylarcha varqirganicha qizning boshsiz gavdasiga o'zini otdi. Sangisning fojialik o'limini ko'rgan aka hadillari qo'rqinishdan bir-biriga yepishib, g'ujmaklashib oldi. Dahshatlik vahimadan bolalar yig'lashni unutib qolgandek qiladi. "Avu jodini yo'lab turg'izinglar", dedi Rajab Darvish qo'lidagi bolaning beshini xuddi bir tol chamg'urni tashlaganda ko'rib tashladi. Choparmanlar ayolni yo'lividi, beshi bir yonga qiyisilib qoldi. "Bu jodi o'lga o'xshaydi xalifa", dedi bir chaparman ayolning og'ziga qo'lini tutib.
O'libdi, dedi Rajab Darvish ishonmagan holda kelib, ayolning og'ziga qo'lini yoqdi. Ondan bo'yin to'mirini tutib boqdi. Bir yanda texichili mishildab turgan ikki Maxtumzodiga qarab dedi. Attang, bu jodining jini ajab boshkina. Ko'z oldida yuzlagan farzandining echinishlik fojiasiga bardoshlik beramagan sho'g'ir peshona onaning yuragi yerilib ketgan edi. Jannat makon pir-pir qotillarning otarmini aniqlab, o'z qo'lim bilan bo'g'izlab tashlamasam, do'zaxi bo'lib ketadi, deb faryod chekdi Rajab Darvish. Boshqalarmi Rajab Darvishga ergishib, qaytadan hozi ichdi. "Eshon pirim, bizni tashlab ketdimi? Yurak bag'rimizni dog'lazdimi? Mehr shafqatlik Valiyulloh hojam, shahid ketgan hojam." Sofi Darvishlar bir pas hozi ichgandan keyin jim bo'lishdi. "Maxtumzodalarimizni qasrga olib qo'yinglar, charchab qolmasin", dedi Rajab Darvish. "Yo'q. Men hozirgi padarimni qatlagan qotilning kuchuklarini o'z qo'lim bilan bo'g'izimsam, hargiz puqadan chiqmayman." Daniel xo'ja shundoq dedi-da, nima fojia bo'lganligini toza anqiramay shumshib turgan 4 yoshlik o'g'il bolaga xuddi qo'ziga etilgan bo'rdek tashlandi-da, g'ilipidan sug'urib olgan xanjarni bolaning ko'krigiga tiqib-atdi. "Menmi bu tunguzning kuchuklarini o'z qo'lim bilan bo'g'izimsam, hargiz dagim chiqmaydi", dedi shu ayib xo'jimi amdili 6 yoshga kirgan o'g'il bolaning yoqasidan qamallab tutdi. "Qani yarimlar, pir buzurgimizning qisosini olayli." Qaysi bir talva so'pining shukirtishi bilan qolganlarimi bir to'p yetqushlardek 4 bolaga tashlandi. Birdamda ularni par-par qilib tashladi. Yerdagi yop-yeshil ko'katlar qip-qizil qonga bo'yaldi. Shu daqiqada o'p-o'chuq osmonda havo guldirilib, dahshatli chaqmoq chaqdi. Bog' tavrigandek bo'ldi. Bog'dagi dal-daraxt, gul-giyohlar silkindi. Chaqmoq bir qancha daqiqa chaqqandan keyin qandoq tuyuqsiz paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Sofi darvishlar bu tuyuqsiz karomatdan qattiq cho'chishdi. Qo'rqinchdan log'-log' titradi. "Eshon pirimizning qissosini olganligimiz uchun arishdagi maloika mashoyixlar tantana qilyotdi", dedi Rajab Darvish ikki qo'rqinchini besib turib va ikki Maxtumzodiga qarab gapini davomlashtirdi. "Aslida mahkam tutishdilar. Jannat makon padaru buzurglarga nomusulmon ashaddiy ag'yorimiz Xo'ja Hidoyatulloh Eshon degan tunguz qasd qildi. Xudo buyursa, ul mulhidni mana mushundoq burdi qilib sakki tashlab bergaymiz." Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon fojiasidan xabar topgan Sulton Ismoilxon qattiq cho'chidi. U shikarni darhol yig'ishtirib, xon namozidan olib peshin bilan yo'lga chiqib, kechilab o'rdaga qaytib keldi. Yuqori darajalik o'rda arkonlari bilan jiddiy kengash o'tkazdi. "Janobiy amirlarga ma'lumdoq", dedi Sulton Ismoilxon qayg'urgan holda. "Piri buzurgimiz suiqasdga uchrab qazo qildi. Marhum buzurgvarimizning yotgan yeri jannatda bo'lgan. Har qaysilarini jiddiy kengashga chaqirishimizga maqsad. Pir buzurgimizning beajal o'limi sababli Saydiya tasarrufida amdida tinchqon so'lik mazhab majralari qaytadan bosh ko'tarishi. Bu majra hatto cho'ng bir qirg'inga aylanib ketishi mumkin. Shunga bu yoshirin xalqning oldini olish uchun biror tadbir ko'rsatgaysizlar." "Ana hazratimning tarzi barhaq", dedi Amir Kabir Mirza Bobobek. "Maxtumzodimizning suluk mas'uli xalifa Rajab Darvish bu fojianing sababkori sulki ishqiya peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Eshondir deb yugurak. Agar bu gap el yurt tarqalib ketsa,
ikkisilikdagi avom orasida haqiqatan cho'ng qirg'inchilik kelib chiqadi. Gerçi merhum Maxtumzodimizning zaharlanib o'lgani rost bo'lsa-mu, zahar soluvchining maqsadi hozirgacha noaniq. Gumondor allaqachon bola chaqalari bilan to'liq qirib tashlangan. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga gunoh orqadek pokit yo'q. Shunga xon oliylari yolqinga aylanib olib turgan adolat ushqunni o'chirib, elni baloy afatdan xolos qilish uchun shaxsan o'zi o'tirg'i chiqmoqi zarur. Tafsillar so'zlar Amir Kabir, dedi Sulton Ismoil Xon. Demakchimanki, dedi Mirza Bobobayga tushundir. Ana hazratim at bombatin yenitla Maxtumzoda qasrga Fotihaga bag'ash, ikki Maxtumzodaga tasalli berib, pir buzrukning haqiqiy qotilini aniqlab chiqib, qisos oldiganlik to'g'riliq va'da bergaylar. Hamda Xalifa Rajab Darvishga asossiz gumonlarni qalayimqon so'zlab, el orasida fitna eg'va taqatmaslik haqida nasihat qilgaylar. Hamda marhum Maxtumzodaning o'limi to'g'riliq og'ziga kelgini qalayimqon fitna eg'voni boshqalarga yetkazguchilarning kallasi ilindiganligi haqida yorliq tushirgaylar. Shunda qilsa, fitna eg'voning el orasiga tarqalib ketishini to'sib, Sulik mutlar orasidagi majraning oldini oladi. Suliklar o'rtasidagi portlash oldida turgan qirg'inchilikni to'sib qo'yg'ili bo'ladi. Avom ra'iyatmi ziyoda gumonlardan xoli bo'ladi. Shundoq, dedi Mirza Avazbek Mirza Bobobayning xonga bergan maslahatini qo'llab. Amir Kamir janoblarining aytganlarining hammasi ayni muddaodir. Meningcha, yana xon oliylari butkul elni pir buzurikka motam bildirib qorliq tutish, 40 kungacha to'y to'kin, ba'zan mashrab qilmaslik, hozir qorliq kiyimlarini kiyish xususida yorliq tushirgaylar. Bunda qilsak, birinchidan, Maxtumzodlar qiblagohimdan minnatdor bo'ladi. Ikkinchidan, ko'ngli xotirjam bo'lib, ortiqcha o'y-xayol, badgumonlar bo'lmaydi. Uchinchidan, ona hazratimni Ishoqiya silkiga homiylik qildikan degan tuyg'uga keladi. O'rdining yorlig'i bilan qarshilashishga jur'at qilolmaydi. To'rtinchidan, qisos elishga petnolmaydi. Pir buzrukning musibatini xotirjam unutib olsaqlar, bu bosh og'riqni bara-bara besiqidi, dedi Mirza Boboy. Ikki Maxtumzoda kichik. Ularning Ishoqiya sulkiga boshchilik qilib, ish davritishiga yana 5-10 yil vaqt bor. Uningcha saltanat suriga tayinib, sulki ishqiya peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlarini cheklab tursaqlar, Saidiya tasarrufining ishki tinchligi muqim holda davomlashaveradi. Maxtumzodning o'limi bilan xon otam bir bosh og'rig'idan qutulgan bo'ldi-da, dedi Malika muhtaramlar. Endi Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga taqobil turmoq oson. Uli hazrat xonlik qonun yasoqqa bo'ysunsa bo'ysundi, bo'lmasa adab jazosini beramiz. Ishqilib Maxtumzoda Eshonning o'limi saltanatimizning sulik balosidan qutuldirdi. Gerçi Malika muhtaram xonim Sulton Ismoil Xonning ko'nglidagi gapni qilgan bo'lsin. Nima uchundir xon uningga norozilik bilan olaydi. Ular fikr birligi kelgandan keyin Mirza Divonning bosh mirzasini ertagacha 2 parcha yorliq tayyorlashga buyurib, kengashdan tarqalishdi. Ertasi atiganda hozir kiyimi kiygan Sulton Ismoil Xon barliq o'rda arkonlarini agashtirib Maxtumzoda qasrga keldi. Ikki Maxtumzodadan hol so'rab ta'ti o'qidi. Xalifa Rajab Darvish bilan ayrim ko'rishib, pok isbot to'liq so'zlarni qilib, el orasida fitna fasod tarqatmasligini chekinadi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshonning meyit namozini tushirib bo'lgandan keyin ikki Maxtumzodani o'ng so'l tarafiga elib, tavutning oldida hozi etib oldi. Sulton Ismoil Xonning shu darajada ko'rsatgan iltifotidan ta'sirlangan ikki Maxtumzoda shu Ayib Xo'ja bilan Daniyal Xo'ja ko'zlariga minnatdorlik yoshlarini erishdi. Otasining qotilini tepib jazolab berishni xondan qayta o'tindi. Ismoil Xon ularga va'da berdi va ikki Maxtumzodani piri ustoz tutganligini bildirib, shu yerda ularga qo'l berdi. Buningdan qattiq ta'sirlangan Ishoqiya qisoschilari xon yorlig'iga amal qilishga majbur bo'ldi.
bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan Rajab Darvish ishqiya silkidikilardan qisos elishni Sulton Ismoilxonning cheklab qo'yganligidan ko'nglidan norozi bo'lsin. Davron ko'tarishga amoqsiz qoldi. Shunday qilib, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon fojiasi ana shundoq besiq turibdi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdi. Davomini atidagi anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, fan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birga birlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi